Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ko'plab ajoyib taronalari bilan muxlislar qalbidan alohida joy egallagan xonanda Ozoda Nursaidova tez kunlarda yangi ijod namunalarini taqdim etadi. Ayni paytda xonanda yangi qo'shiqlar yozish va bir nechta klip suratga oldirish ishlari bilan band. Shuningdek, xonanda o'z kliplarida yangi imijda paydo bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, eronlik taniqli xonanda Gugush Ozoda Nursaidovaning Qol qol azizim taronasini uning ruxsatisiz kuylagani yetmaganday, buning ustiga mazkur qo'shiq musiqasini Ozarbayjon xalq qo'shig'i deb ko'rsatgan. Facebook'da menga yuborilgan manbadagi bu xabardan hayron bo'ldim. Buning ustiga ayrimlar aslida bu qo'shiqni Ozoda o'g'irlagan deganiga chidab turolmayapman. Qo'shiqning musiqasini 2003-yil shaxsan o'zim yozganman. Matn esa Bobur Bobomurodga tegishli. Gugush esa uni Ozarbayjon qo'shig'i deya aytmoqda. Menimcha qo'shig'imni birorta ozarbayjonlik qayta o'z talqinida gal-gal deb kuylagan bo'lsa, Gugush uni eshitibmi, qayta kuylab Ozarbayjonniki deb o'ylayapti chog'i, deydi Ozoda Nursaidova Sayyod.com nashriga bergan intervyusida. Xullas, Ozoda Nursaidova ijodga qaytish bilan birga mashmashalar ichida qoldi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.